kuz kelib o'tinlarni maydalaydigan payti kelyapti. Hamma benzopilalarni reklama qilayotganda o'chirib yoqishlarni ko'rsatib beradi. Bugun biz sizlarga 1 litr benzinda qancha vaqt ishlab berishini ko'rsatib beramiz. Hydrox brendi asosida ishlab chiqarilgan benzopilani. Benzin tugadi. Benzinimiz batamom tugadi. Yarim litr solgan benzinimiz 25 daqiqaga yetdi. Shunda 1 litr benzinimiz 50 minutga yetib berar ekan. Bu videoni ko'p benzopila ishlatadigan do'stingizga jo'natib qo'ying.